Don Ziki. Xafa bo'lmang aka. Assalomu alaykum. Qalbi mehr muruvvatga to'la Qoraqalpog'iston ahli. Vaqf xayriya jamoat fondi tez kunda sizlar tomon katta safarga chiqadi. Safarimiz davomida 200 dan ortiq mehr muruvvatga muhtoj, ota mehridan bebahra qolgan bolajonlarimizni qalb uyini ziyorat qilamiz. Ularning xonadoniga kiradigan barcha mahsulotlarni barakali va go'zal bo'lishida siz ham o'z hissangizni qo'shing. Hurmatli tadbirkorlar va ishbilarmonlar, savobli ishda biz bilan yonma-yon turing. Hamma o'z hissasini qo'shishi mumkin. Asosiysi xohish bo'lsa bas. Blogerlar, mashhurlar, har bir internet foydalanuvchilari bizni Qoraqalpog'istonga bo'lgan ehson safarimiz haqida barchani xabardor qiling. Yuk mashinasi, oddiy mashinalaringiz bilan kelib albatta xizmat qiling. Hech qachon xizmatingizni kichik sanamang. Aynan mana shu kichik xizmatlaringiz katta ajrlar tomon ko'prik ekanini yodingizda.